Hazrati insonlar, navbatdagi nurli manzillarimiz Samarqand Buxoro yo'lida Rabot Malik qadimiy suv saqlash inshooti Navoiydan chiqishda Buxoro tomonga, Navoiy shahridan Rabot Malik deyiladi. Ushbu joy qadimiy suv saqlash inshooti 14-asrga taalluqli. Yo'lda o'ng tomonida qadimiy karvonsaroy. Bu ham 14-asr Temuriylar davriga oid. Kelib ziyorat qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi nurli manzillarimizdan biri lokatsiya M37 trassa. Rabot Malik Navoiy shaharidan chiqishda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.